2 yıl qo'sh kezak tuqqanlarni sayyoh gapirma dedim. 2 yıldan pul chiqib, o yomon chiq tizimlatdi. Ha bo'ldi saqam men qo'sh kezaklar men, za 2 yil tuqyapman. Endi shu bu ishning jiq japosi bor-ku. Shu chaqda men uchun yomon cho'ng bir tijorat shu Mukarramadam ig'rayaqdi. Unda bo'lsa bu Mukarramadamning jamiyati Jog'istonning 90% shu Mukarramadam. Oningida bir 600-700 tuxum bor-da. Yomon cho'ng bozor bor. Shuni ditlab yurayotdim, bir kun opamlar aytganda, "Ey, Mukarramning qiz mijoz yo'q, biz kirib chiqaylik" deb men dedi. Opa, amsa, "Ha? Ha. Kirib yarim soatga chiqdi. Xil haylab aka, endi 2 soatda haylab aka Mukarramning dedi. 2 soatda haylab olsa opam meni ayt bir pochi bir 3-4 tuqutadi shuni qo'shadi. Kelay. Bunqan xabar qilinglar deb ketdi. Endi bir 40-30 tal tuxumni yig'ib etib, kelsam opam yo'q. Hada opam qani desam, Mukarramadamga kirib ketdi dedi. Hay pishib qolgan o'xshaydi deb chiqsam, Mukarramadamning eshigini oldida Husaynjon, To'xtason, Yori, Oblat, Vali 5 turdi qara mening adashlarim. Oy, bu bir shumluq furaydi bular. Ey, nima ish qilyapsizlar bu yerda? Desam, nimchotdingmi dedi. Ey, bu sezib qolmagan-ku deyman-da Qo'shqavan ishini. Ey, jiringlar, saqchan dadamlar ish berib dangal etib o'ynaymiz. Jiringlar. O'ynamaymiz biz. Ey, kampit yipirma. Voy, menga bizmi o'zimiz kampit ola oladigan amalni topdik deydi. Qasib qol qara. Hey, mushu bir chatoq chiqmas. Ey, nimaga turishyapsiz bu yerda? Qo'shqavan aytimiz deydi. Ey, Altayaz japasin men tatib saqaq etsa deydi. Lampung akilib, öpkisib akilib, ercüz akpasam, men pezlaydi, men pezak etsam, qo'ngpo'shida bütün seziklarni men say saqaq etsa. Say itboqini, deb mukonay siqishliqqa beshi tozli qo'ydi meni. Lo'banmi demidi juma? Voy, yomon urvatdi. Voy, chiray, furay, to'pa. Bo'ldi, qo'rqdim. Sen qo'yitdim. Qo'y, chiqdi shirkatga boray deb Hasankamning dukini qiladi. Hasankam, to'pa chiraylar bo'lsa Hasankam. Sen bir yursan o Mukarram ishga olmay dedi. Ya jinim aka, biz paş bo'lib qaptimiz biz. Nima bo'ldi dedi? Bir popda ala bizga Qo'shqavan aytdimiz ne? Qanday qilishadi? Bir amal tepamamsan menga. Amal topay deb senpan oldik keldi. Amal nima senpanni topamdi? Sen qachondan tatib bayqagan dedi. 6 oy bo'ldi. To'g'ri necha odam qatnashdi? 4. Neç surdi? 5. Mukarram boşuna yani 40 minut vaqt var. Bu randak sen it bilib at hazır. Ala taya boqcha sen it bilib tuxumchi qolsa endi keyin ulaqib qoldi dedi. Ya Hasan aka, bu senpan deganda son chiqa, bir omalmi chiqamda? 40 minut degan son bo'lmay nimka o'yqisiz. Bu nafcha dedi. Voy Mukarramadam o'g'il boshadi dedi. Qiz boshadimi? Voy qiz uxmayman dedi. To'liq ma'lumotga ega emas. At qilib 150 taldek tuxumni yig'ib keyotsam, Hasan akam velosipediyle kivatı qara. Rozak bu! To'xtat! Xata, to'xtat! Qo'shqavan to'xtat. Jinim chiqdi, oplab, yoltib qolibdi deb bu Mukarramadam. Nima bo'ldi Hasan aka? Voy, qancha tuxum chiqdi dedi. 150. Voy, 300 qatiga jin saqib qo'sh kezak to'xtay Mukarram. Ay, qo'sh kezak ichkidan qo'yildi anaqa. Qanday qilsam, qaytni yetamsa da, balda inovatni to'kamayli aka bo'ldim. Bo'ldi, ketaylik deb. Velosipedlan qaytib kelsak, yilqi 5'i burandek itib chiqib bordi Qo'shqavanni. Bilib olganlar-da. Voy Qo'shqavan deb kirib bordi. Bular qanchalik itadi deb men sal qarab qopdim. Atsa endi bir qayta yetib qo'y desam, u tunigini 5 kaptika ashaq tuxumni berib atdik. Ulguremapsa deydi. Bu qanday qo'qildi? O'gini yana bir adimiz bo'shandi, unikini yetib boqsam, yana bozor yo'q. Bular egallab bo'pti-da bu 5 jiq qo'ygan ekan. Qiriyapti bular. Bir oy ishsizlik qoldim men. Kuchib ketib borman, izlanib ketib borman. Faqat amal shu 5'i bahoni tushirib yetibdi-ku bular. Men bir uyda muqim bir tuxum yig'atdim. Bular 2 uyda bir tuxum yig'ib, bahoni yomon tushirib qolibdi. Bak bozorda yana buzib bularning ish bo'lib ketdi. Qara. 2 oy ishsiz judim. Basamla, palonchi kaptiga, pustonchi kaptiga deb angichi bular taraqqib rasmiy şirketleştiripla 5'i. Oy, vakaletçilerini tutup aptı qara bir yerlerdi. Son çubuklar bulsa, bozor işsiz adamların evetiydi ki. Giganit buvak Qo'shqavan xonsi deb resmi şirket işçip
O'ltadi mening ishimdan. Shunday tugishib eg'ir kelib ketib bordi. Bir kuni Hasankamda jigina Hasanka ashdan sheriklik berib boqay deb basak 13 ni tuqqan bir momoy o'tirdi qara. 80 necha kirgan. Ya mama sen nima ish qilyapsan? Voy bolam men mushlarni obraz vakili deydi qara. Obraz vakillarini qilib qo'yibdi. Ke o momayning haybovlarini chopildi ko'chalarga. İşki böyle haybovga o momay ma bir qo'lda beshak, bir qo'lda mundaq qilib tushib turibdi. Aslında yilqi beshi qizil galasi bilan bir tuxumga yo'lib turgan. 3 oy qilgandan keyin bularning ishi yaxshimidi? Nima ishga sana 5 sherik chiqishamaydi degan. Aka o'zining adlari bo'shansa, shaxsiy yetib tuxumni o'zi yig'ib olib, shirkatga topshirmay, bu ishlar pashov qilib, shunga cho'ng paychaklari tuxumlarni yeb chiqib ketibdi, vayron bo'ldi bularni. Benim kendimden ki anlasam obraz vakil bo'lgan momayning pulini vaqtida beremapti. 50 tal dopingga deyishibdi-ku bu. Bu işim ahmıdı endi. Yeni bir türden birini tapay desem, mablag' bor. Mablag' salgan şanmı yo'q-da menga. Yo'q, hel pulim bo'lib qoldi. Şu çağda bir 9-ay, 8-ci ayının 20'si 9-ci ay mezgilde bir gün etkende dadamlar bilen çay içip oturattık. Dadamın bir akısı var, çoğun dadam. Ay şu adetli pek külüp ketmeydiği adam, o güne ağzı jitlik edeydi koşalı olup. Dervaz demez mi? Da goro da koymuş mu? Da yağış ödgüsü koydu. Muşun doksuz kırıp geldi kadar kadar. Da hoş hava! Hoş hava diyen anlap çayçıraplı koptum ben. Ya çoğun apam tuttu bana, tuttu da! Ay şu onu kilitli beni kallamga. Manga öyleydi kaldı çoğun apam, neyim deydim ayaklaşım. Ya bu mada hoş hava diyor. Aka neyim hoş hava, neyim hoş hava. Ya bizden Rekatay, Şinjan'da şu YouTube'da. Dedi de. Tohtar. Hoş hava. Rekatay, Şinjan'da şu YouTube. Meyet bir tür vake. Kallam lap diyor idi. Ve çünkü de kadar ötüptü. O 450 gibi düzme 550 mi? İşte ötüptü kara. Apam dadamlar diyen hoşal. Vay. Bu olsam mı? Dedi. Ya dada. Bu Şinjan'da şu ötüptü deyip ben hoş hava etsem bulam da. Sen dadam ya bulam. Bu Cağıztay diyen nahayet katı ziyaliler çıkıdığan. Ziyaliler makani, merifet makani deyip namağın bir katı jut. Hakiki insan bana muşu hoş havani insan buludu. Dividay. Cozdan atlap ötükettin. Hoş hava, Rakatay kep Şinjan'da şu tuttu. Sen 5'ten tuxum berikке qara Şinjan'da şuga. Voy. Sindirib yetibga seni. Bu Rakatay tutma, voy. O'ng'ay odam bir qayma Şinjan'da shu degan. O'zi qolgan jeb oladi deb. Ay, ishim yig'ib qol. Aka Rakatay kep qo'shqa Şinjan'da shu tutdi degan. Ola g'ozning tuxumlarini berdi shuma. Qo'xodan olib ketsan-ka. Et ay 300 tal dek tuxumni yig'ib bir harug'i silib Töpsük rahip ettim. Hasankam oturduğunu okumagan çağda. Bu o işim mi paşa olup kalmışsın deymen de? Hasankam çıkıp. Nime koyma o? Dedi. Hasan aka özden köküne akama ne? Bürkün keskirici etken tuxumumda o. Sen çıkmada qarab. Uy ne tuttu bu ne? Ne tuxumu bu da? Şinjan'da şunu tuxumu bu. Ürümçik cibadın mı hoş hava etip? Ya aka Rakatay kep Şinjan'da şu ötüptü ya. Hoş hava dedim şundan muştaq altıdan o tuğdan qaldı boldu ya. Muşu ki aka qıldığa yes. Benim Ruzaxon. Sen daqıya jin saqam. Oğul bol degenge bir ketimlik mag'lubiyat emas chuma masada qo'ya. Mana ma degan az ovqat bo'lgan bilan lung ovqat ma bu. Mushuni qildi. Rakatay emas, nurg'un balva Şinjan'da shu nongdalar o'tilgan. Atam hoş havani dedi. O kine o 300 tal tuxumum 60 so'm pul bo'ldi de. Nurg'un pulga o 300 tal 60 so'm pulga kashqiliq yetib, yana xiyol qilyapman. To'xtar o'zi, mush ishni qilmamdim men. O'g'il bol degan bir 10 yosh kirgich igiligini tiklibamiz, nima yetib bo'ldi?